Xalqaralıq Mahmud Qashqari hikoyasi musobaqasi Turkiya Bosh ministrligi tarmog'idagi Tontish fondi va Turkiya Madaniyat va Sayohat ministrligining qo'llab-quvvatlashi bilan Yevro-Osiyo yozuvchilar jamiyatining uyushtirishi asosida o'tkazilgan. Mazkur musobaqa Turk dunyosida o'tkazilayotgan tunji adabiyot musobaqasidir. Musobaqa Mahmud Qashqari tug'ilganligining 1000 yilligida, ya'ni 2008-yili boshlangan bo'lib, 2018-yili 5-navbatliga o'tkazildi. Mazkur mukofot 2018-yili 18-dekabr kuni Turkiyaning Kastamonu shahrida o'tkazilgan Turkiy Cumhuriyetlar Madaniyat ministrligi yig'ini jarayonida tarqatilgan edi. Musobaqada darajaga erishganlarning mukofotini Turkiya Madaniyat muavin ministri Xolin Tursun apandi berdi. Bu yil Mahmud Qashqari hikoyasi musobaqasi 18 davlatda o'tkazildi. Xalqaralıq Mahmud Qashqari hikoyasi musobaqasi 2 yilda bir o'tkazilmoqda. Ondaqda mazkur musobaqaning Uyg'urlarni tonitishda roli bo'layotganda, İzmirdagi Ege Universiteti professori Olimjon Inoyat apandi mazkur mukofotning Uyg'urlarni tonitishda roli bo'lib qolmasdan, balki turkiy millatlarning o'zaro tushunishi va ittifoqi jihatdan muhim rol o'ynayotganligini bayon qildi. Nottingham Universiteti tarafidan chiqarilgan Osiyo dialogi jurnalida Sharq Turkistondagi lagerlar Stanford mahbus tajribaxonasiga o'xshaydi degan mavzuda e'lon qilingan bu maqolada Xitoy kommunistlarining bu lager orqali lagerda tutib turilayotganlarni zulmga ko'ndirish, lagerda vazifa o'tayotganlarni zo'ravonlikqa ko'ndirish tajribasini elib berayotganligi ilgari surilgan. Sharq Turkistonda yaqinqi yillardan beri bir qator zulmga qarshi zo'ravonlik voqealari yuz berganligi, Xitoyning dunyodagi terrorlikqa qarshi eqimidan foydalanib, bu harakatga chetilganlarni qattiq bartaraf qilganligi, endilikda milliy va diniy kimlikni jinoyatning manbasi deb qarab, uning talto'kis yo'qolishining chorasini izlayotganligi, lagerlarda qo'llanayotgan aqlga sig'maydigan jazo tadbirlarining maqsadini boshqa turli tushuntirishning mumkinsizligi bayon qilingan. Materiallarda ko'rsatilishicha, Stanford Universitetining bir professori 1971-yili o'z o'quvchilarini mahbus va gundupay roli oldirib, bir hafta turma hayoti tajribasi ipag'an. Tajriba natijasida gundupay rolini olgan o'quvchilarning kayfiyatida zolimlashish, mahbus rolini olgan o'quvchilarning zulmga ko'nish kayfiyati bayqalgan. Mazkur maqola avtori bu mashhur psixologiya tajribasining Uyg'ur rayonidagi yig'ilish lagerlarida Xitoyning kutgan natijasini bermaydiganligi, ya'ni lagerdagilarning bir qismida psixikalik buzilishini keltirib chiqarsimi, ko'p qismining insoniy tabiat sababli zulmga ko'nmaydiganligi ilgari surilgan. Amerika prezidenti Donald Trump 14-yanvar kuni Eli Wiesel qirg'inchiligining oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'ygandan keyin maxsus loyiha qonunga aylandi. 16-yanvar kuni Yerusalim pochta gazetida vesilgan bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, qirg'inchilik va boshqa zo'ravonliklarning oldini olish Amerikaning davlat bexatarligidagi yadrolik mazmun deyilgan. Shundaqla bu holni yadrolik axloq mas'uliyati deb atagan. Mazkur yangi qonunda Amerika hukumatining qirg'inchilikqa, jumladan fuqarolarni keng ko'lamda o'ldirishga sabab bo'lg'uvchi omillarni cheklash, bu xil qirg'inchilikqa duch kelganlarning chegaradan o'tish ishlarini astoydil o'ylanish mas'uliyati borligi bekitilgan. Shuningdek, qirg'inchilik uchirgan xalqqa yordam beradigan fuqaroviy tashkilotlarga mablag' ajratish, xalqaro tashkilotlarni bu haqda tadbir elishga yetaklash, Amerika Davlat Majlisida qirg'inchilikqa uchirgan davlat to'g'risida qarorlik guvohlik berish yig'ini echish belgilangan. Tashqi ishlar ministri har 3 yilda bir qatam bu haqda baholash doklati yozdi ekan. Buningdan bir necha kun burun, ya'ni 12-yanvar Turkiya hukumatini yaqilab kelayotgan Yangi Shafaq gazetida mazkur gazetning bosh muharriri Ibrohim Qoragul imzosida Uyg'urlar hozir zo'r ko'lamli qirg'inchilikqa duch kelyotdi degan mazmunda zo'r hajmli maqola e'lon qilingan edi. Dolan madaniyati, dolan mashribi, dolan muqomlari, dolan dehqonlar rasmi qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'p mazmunliq, cho'nqur qatlamliq, keng ommaviy asosga ega madaniyat hodisasi bo'lib, u dolan Uyg'urlarining necha ming yillik ijtimoiy tarixiy taraqqiyot jarayonida har turli turmush xom materiallarini turmush madaniyatiga uzluksiz singdirish natijasida yaratilgan ham o'zgacha bo'lgan madaniyat turidir. O asosligi tarim o'ymonligining g'arbiy shimol qismi
Zarafshan daryosidan Tarim daryo sohilini markaz qilgan Dolan rayonidagi Uyg'urlarning orasida tarqalgan. Bo'libmi Mak noyisiga keng tarqalgan. Mak noyisi Dolan madaniyatining borliqqa kelgan va taraqqiy qilib bugunga ulashgan ona makoni. Asrlardan buyon bu munbat diyorda hayot kechirayotgan Dolan Uyg'urlari halol ajr mehnati orqali mo'l moddiy boyliqlarni yaratib qolmay, yana o'z aql farosatiga tayinib, Dolan ro'yi bilan yo'g'rilgan Dolan mashribi, Dolan muqomlari, Dolan dehqonlar rasmlarini o'z ichiga olgan Dolan madaniyatini yaratib, davlat ichi sirtida kuchli ta'sir qo'zg'adi va insoniyat madaniyat xazinasini yanama boyitdi. Dolan madaniyati Uyg'ur diyorining mashhur milliy madaniyatini manba qilgan dunyo va madaniyat markasini yaratdi. Jahon ahli bu nahiyaga muqam yurti, Dolan mashrab yurti, Dolan dehqonlar rasmlari yurti, Dolan qo'yi yurti, Dolan madaniyatining boshiga tabiiy madaniyat muzeyi degandek chiroyli nomlarni berdi. Dolan mashribi uzoq tarixga ega. Hamda Makit bo'lsa Dolan Uyg'urlari markazlik o'ltiraqlashgan Dolan madaniyati ham Dolan mashrab muqomlarining eng qadimiy ibtidoiy omillari soplig'ini yo'qotmay saqlab qolgan rayon. Dolanlıqlar o'zlarining arzu arman, his to'yg'ularini turli san'at shakllari orqali ifodalab, mo'l ma'naviy madaniyat boyliqlarini opridi qilgan. Burun Dolan muqam va mashrablari faqat o'z yurtida xalq orasida xalqning ma'naviy turmushini betib kelgan bo'lsa, bugungi kunda madaniyat meroslari tizimligiga kirgizildi. Natijada Dolan madaniyati dunyo ahlining diqqatini qo'zg'adi. Shuning bilan Dolan muqamchiligimi yurt atlab yurib, cho'ng so'rinlarda, hatto xalqaro so'rinlarda Dolan muqomini yangratdi.